hayotda nimadandir ranjib qolgan paytingiz bo'lganmi? Odamlardanmi, o'zingizdanmi bir xafa bo'lib, tushkunlikka tushib qolganingiz? Endi ani o'layom ketgandan tashqari. Bo'lgan. Nima voqea bo'lgan? Endi aytmayman, yaqin odamim, o'shandan xafa bo'lganman. O'zimizning sohada, o'sha endi aytolmayman hozir kimligini. O'sha odamdan qattiq xafa bo'lganman. Nimagaki, paddeshka qilmaganlar uchun. Nima desa bo'ladi? O'sha payt Sizni qo'llab-quvvatlamagan. Qo'llab-quvvatlamaganda urushganligi uchun, mana shu sohaga kirayotganimga urushganligi uchun xafa bo'lganman. Kirmasam bu sohaga. Kirmasam bu sohaga deb urushganman. Sen kim bo'lsanki bu sohaga kirasan degan gaplarni eshitganman-da. Nega pulingiz yo'qligi uchunmi, nima uchun? Bilmadim. Eplolmaysan sen debdi. Eplolmaysan. Yo prosta ichqoralik qilibmi? Mana shunaqa bo'lganmi deb o'ylayman-da. Xullas, ishongan odamingiz, yaxshi ko'rgan odamingiz sizga ichqoralik qilib, shu sohaga kirmagin degan. Kirmagan. Lekin siz nazlo kirgansiz. Baribir kirganman. Mani yorib yubordingiz. Shu tokam yetarli. Indama, xo'p bo'ladi deb yurgan, ishlaring oldin ketaveradi. Alloh ko'rguvchi, bilguvchi. Bo'ldi, sen to'g'ri yo'ldasan, ketaverdir. O'shanga qarab ketaverganman. Hech kimning gapiga qaramaganman. Kimdir so'kadi, kimdir misol uchun mana bunaqa deydi, Kimdir ustidan kuladi. Kimdir ustidan kuladi. Misol uchun men siz bilan video chiqazganda bir xil u deyapti, bir xil bu deyapti. O'sha siz aytgandek, men faqat to'g'riga-da, to'g'ri ish qilyapsanmi? Halol yo'l bilan ish qilyapsan, bo'ldi, bosur degan narsa-da endi.